Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan har birimiz uchun juda ham muhim bo'lgan mavzu, ayniqsa keksa yoshli fuqarolarimiz, pensiyada ota-onalarimiz. Bu bobolarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan yangilikni batafsil muhokama qilamiz. Biz gaplashadigan ma'lumotlar nafaqat sizning moliyaviy barqarorligingizga ta'sir qiladi, balki kelajakdagi pensiya ta'minotingizni ham tubdan o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizni chinakamiga pensiya jackpoti kutayotgan bo'lishi mumkin. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgarmoqda? Pensiya tizimi har bir davlatda bo'lgani kabi murakkab va doimiy ravishda takomillashib boradigan mexanizm hisoblanadi. Yillar davomida pensiya hisoblash usullari, ish stajini inobatga olish qoidalari, o'rtacha ish haqi koeffitsientlari bir necha marotaba o'zgardi. Ilgari ko'pchilikning pensiyasi asosan so'nggi 5 yoki 10 yillikdagi o'rtacha ish haqi asosida hisoblanardi. Bu esa ba'zi hollarda adolatsizlikka olib kelgan edi. Masalan, butun umri davomida halol va uzluksiz mehnat qilgan, lekin so'nggi yillarda maoshi nisbatan kam bo'lgan fuqarolar yillar davomida to'lagan ijtimoiy to'lovlarga nisbatan past pensiya olishga majbur bo'lishardi. Bundan tashqari, ish staji har doim ham to'liq inobatga olinmagan holatlar, ayniqsa Sovet davridagi yoki qog'oz shaklidagi mehnat daftarchalari bilan bog'liq muammolar ham mavjud edi. Ba'zi kasblar, masalan, o'qituvchilar, shifokorlar, injenerlar uzoq yillar davomida davlat tashkilotlarida ishlaganlar o'z mehnatiga yarasha pensiya olmaslikdan norozi edilar. Tizim ba'zan uzluksiz mehnatga va kasbga sodiqlikka yetarlicha baho bermasdi. Natijada ko'plab keksa avlod vakillarida moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelar. Ular o'z mehnati uchun munosib hayot kechira olmasdi. Bu holat albatta ijtimoiy adolatsizlik hisoblanib, hukumat tomonidan bir necha bor tan olingan va tuzatishlar kiritish zaruriyati ta'kidlangan edi. Mana endi 2026 yil may oyidan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan yangi tizim joriy etilmoqda. Bu o'zgarishlar aynan ana shu uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lgan, kasbining fidoyisi bo'lgan shaxslarga adolatni qaytarishga qaratilgan. Yangi tartibga ko'ra ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun pensiyani 2 barobar oshishi kutilmoqda. Siz noto'g'ri eshitmadingiz, 2 barobar. Bu shunchaki pensiya indeksatsiyasi yoki inflyatsiya sababli oshiriladigan kichik o'zgarish emas, balki butunlay yangicha yondashuvni anglatadi. Hukumat uzoq yillar davomida davlat va jamiyat uchun qilgan fidokorona mehnat uchun aynan shu toifadagi fuqarolarga minnatdorchilik bildirish va ularning munosib keksaligini ta'minlash maqsadida mehnat faxri dasturini ishga tushirishga qaror qildi. Bu dastur aynan 2026 yilning may oyidan boshlab pensiya fondlari tomonidan amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Astrolis buning asosiy qism, batafsil tahlil nimani bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas. Astrolis bu pensiya jackpoti barchaga birdek taalluqli emas. U qat'iy belgilangan mezonlarga javob beradigan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Eng muhimi, bu yangi tartib nafaqaxo'rlar o'rtasidagi ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga va uzoq yillik fidokorona mehnatni munosib qadrlashga qaratilgan. Keling, kimlar bu imtiyozdan foydalanishi mumkinligini aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Astrolis kimlar pensiya jackpotini qo'lga kiritadi? Biling, Astrolis uzluksiz mehnat stajiga ega bo'lganlar 30 yildan ortiq. Bu eng asosiy mezonlardan biri. Agar sizning rasmiy va uzluksiz mehnat stajingiz 30 yildan ortiq bo'lsa, ayniqsa 2020 yil yanvargacha nafaqaga chiqqan bo'lsangiz, sizning imkoniyatlaringiz juda yuqori. Ayniqsa davlat sektorida, ya'ni ta'lim, sog'liqni saqlash, fan, madaniyat, qishloq xo'jaligi, og'ir sanoat kabi sohalarda ishlaganlar uchun bu juda muhim. Uzluksiz degani ishdan bo'shash va qayta ishga kirish o'rtasidagi tanaffuslar minimal bo'lgan. Qisqa muddatli ishlamaganlik holatlari inobatga olinmaydigan, lekin uzoq muddatli uzilishlar bo'lmagan mehnat staji nazarda tutiladi. Masalan, ayollarda homiladorlik va bolani parvarishlash ta'tillari bu uzluksizlikni buzmaydi. 2. Astrolis ma'lum kasb egalari va soha mutaxassislari, o'qituvchilar, oliy toifali shifokorlar, malakali muhandislar, agronomlar, harbiy xizmatchilar, olimlar kabi davlat va jamiyat rivojiga katta hissa qo'shgan mutaxassislar uchun alohida e'tibor qaratiladi. Bu toifa uchun nafaqaga chiqish muddati ham muhim rol o'ynaydi. Agar ular ma'lum bir sana, masalan 2010 yoki 2015 yilgacha nafaqaga chiqqan bo'lsa, ularga qo'shimcha koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Bu koeffitsiyentlar ularning o'z kasbida
uzoq yillar davomida to'plagan tajribasi va fidoyiligini qadrlash maqsadida joriy etiladi. Siz dastlabki pensiyasi past bo'lgan, ammo uzoq xizmat qilgan fuqarolar. Agar sizning hozirgi pensiyangiz, sizning uzoq yillik mehnat stajingiz va to'lagan ijtimoiy sug'urta badallaringizga nisbatan adolatsiz past deb hisoblansa, siz ham ushbu dasturdan foydalanishingiz mumkin. Ba'zi hollarda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar yo'qolishi yoki noto'g'ri hisoblanishi sababli pensiya miqdori past bo'lib qolgan. Yangi tizim bu kabi holatlarni qayta ko'rib chiqish va adolatni tiklash imkoniyatini beradi. Ya'ni ilgari kiritilgan barcha ijtimoiy badallar agar ular noto'g'ri baholangan bo'lsa, qayta hisoblanadi va shu orqali pensiya miqdori oshiriladi. Endi keling, konkret misollar bilan ushbu o'zgarishlarning qanday ishlashini ko'rib chiqaylik. Asik misol beraylik. O'qituvchi Gulnora opa. Gulnora opa 2015-yilda nafaqaga chiqqan. Maktabda 35 yil uzluksiz o'qituvchilik qilgan. Hozirgi pensiyasi 1000 takrimasi 1 million so'm. Yangi mehnat faxri dasturi doirasida. Uning 35 yillik uzluksiz pedagogik staji uchun maxsus sodiqlik koeffitsiyenti 25 ga oshiriladi. Bundan tashqari, uning dastlabki pensiyasi hisoblangan davrdagi ish haqi qayta baholanadi va pedagogika sohasidagi uzoq yillik xizmati uchun qo'shimcha sektor bonusi beriladi. Natijada Gulnora opaning pensiyasi nafaqat qayta hisoblab chiqiladi, balki umumiy hisobda 3800 million so'mga yetkazilishi mumkin. Bu uning hozirgi pensiyasidan qariyb 2 barobar ko'proq demakdir. Chunki dastlabki pensiya hisob kitoblarida uning ayniqsa 1990 yillarda olgan maoshlari nisbatan kam bo'lgani uchun umumiy pensiya miqdori past bo'lib chiqqan edi. Yangi tizim esa uning yillar davomida davlat ta'limiga qo'shgan ulkan hissasini inobatga olib, bu kamchilikni bartaraf etadi. Misol 2. Muhandis Olimjon aga. Olimjon aga 2011-yilda nafaqaga chiqqan. Davlat zavodida qadam yil uzluksiz muhandislik lavozimida ishlagan. Uning hozirgi pensiyasi 2200 ming so'm. Olimjon akaning pensiyasi ham qayta hisoblanadi. Uning strategik ahamiyatga ega sanoat sohasidagi qadam yillik tajribasi yangi dastur doirasida yuqori baholanadi. Unga maxsus sanoatga sodiqlik bonusi taqdim etiladi va uning mehnat stajiga qo'shimcha 0.2 koeffitsiyenti qo'llaniladi. Shunday qilib, uning pensiyasi 1.500 ming so'mga qadar oshishi mumkin. Bu ham uning dastlabki pensiyasidan 2 barobardan ziyodroqni tashkil etadi. Bu yerda ayniqsa muhandislik kabi texnik jihatdan murakkab va mas'uliyatli kasbda uzluksiz ishlaganlik uchun alohida e'tibor qaratilgan. Misol uchun hamshira Dilorom opa. Dilorom opa 2019-yilda nafaqaga chiqqan. Tuman kasalxonasida 32 yil hamshira bo'lib ishlagan. Uning hozirgi pensiyasi 1.700 ming so'm. Dilorom opaning kasbi hamda uzoq yillik uzluksiz xizmati mehnat faxri dasturining asosiy mezonlariga to'liq javob beradi. Ayniqsa tibbiyot sohasidagi xizmat uchun qo'llaniladigan tibbiy sektor bonusi va uning 32 yillik stajiga mos keladigan yangi koeffitsiyentlar tufayli uning pensiyasi 30 ming so'mga yetkaziladi. Bu aynan uning dastlabki pensiyasining 2 barobaridir. Dilorom opaning misolida ayniqsa sog'liqni saqlash tizimida front chizig'ida fidokorona mehnat qilgan shaxslarning qadr-qimmati yangi tizim orqali namoyon bo'ladi. Kimga bu yangilik tashvishlanishga asos bo'lmasligi kerak. Ushbu imtiyozli pensiya o'zgarishi barchaga birdek taalluqli emasligini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Mehnat staji qisqa yoki uzluqli bo'lganlar. Agar sizning mehnat stajingiz 30 yildan kam bo'lsa yoki ish faoliyatingiz davomida uzoq muddatli uzilishlar bo'lgan bo'lsa, siz ushbu dasturdan to'liq foydalana olmasligingiz mumkin. Ya'ni bu dastur aynan uzluksiz va uzoq yillik mehnatga qaratilgan. Yaqinda nafaqaga chiqqanlar, agar siz so'nggi bir necha yil ichida nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va pensiyangiz yangi hisoblash usullari bo'yicha hisoblangan bo'lsa, sizning pensiyangiz allaqachon nisbatan adolatliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz uchun 2 barobar oshirish kabi keskin o'zgarish bo'lmasligi ehtimoli bor. Yangi qoidalar asosan eski qoidalar bo'yicha past pensiya olganlarga qaratilgan. Asosan norasmiy sektorda ishlaganlar. Agar sizning ish stajingizning katta qismi norasmiy sektorga to'g'ri kelsa va ijtimoiy sug'urta badallari to'liq to'lanmagan bo'lsa, sizning holatingizni tasdiqlovchi rasmiy hujjatlar bo'lmagani sababli ushbu dasturdan foydalanish qiyinroq bo'lishi mumkin. Chunki pensiya hisob kitoblari rasmiy qayd etilgan ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Ikki asosiy qism. Qoidalardan istisnolar.
qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi bu pensiya jackpoti dasturida ham o'ziga xos istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar barchaga ma'lum bo'lmagan nozik nuqtalar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchilikdan saqlaydi va jarayonni to'g'ri tushunishga yordam beradi. Asl qoidalardan istisnolar avtomatik oshirish hamma uchun emas. Eng muhim nozik nuqta shundaki, pensiya avtomatik ravishda 2 barobar oshmaydi. Pensiya fondi ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda qayta hisoblanishi mumkin. Ammo ayrim hollarda, ayniqsa mehnat stajiga oid ma'lumotlarda nomuvofiqliklar bo'lsa, nafaqaxo'rning o'zi murojaat qilishi va qo'shimcha hujjatlar taqdim etishi talab qilinadi. Shuning uchun barcha hujjatlaringizning tartibda ekanligiga ishonch hosil qilish muhim. Asosiy har bir pensiya 2 barobar oshmaydi. 2 barobar oshirish iborasi bu maksimal o'zgarishni anglatadi. Ba'zi fuqarolar uchun pensiya miqdori 5 barobar, boshqalar uchun esa 2 barobar oshishi mumkin. Bu har bir shaxsning mehnat staji, kasbiy, ish haqi tarixi va boshqa individual omillarga bog'liq. Ammo asosiy g'oya pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishdir. Shuning uchun bu atama ba'zilarining pensiyasi haqiqatan ham 2 barobar, ba'zilariniki esa unga yaqin miqdorda oshishini bildiradi. Nafaqaxo'r turining ahamiyati. Nogironlik pensiyasi oluvchilar yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun ushbu dastur alohida mezonlar asosida qo'llanilishi mumkin. Yoki bu dastur asosan yoshga doir pensiya oluvchilar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Hozircha ma'lumotlar yoshga doir pensiya oluvchilarga qaratilganligini ko'rsatmoqda. Ammo yakuniy nizomda boshqa turdagi pensiya oluvchilar uchun ham maxsus shartlar ko'rsatilishi ehtimoldan xoli emas. Qaltis jihatlar va ehtiyot choralar, hujjatlarning yo'qolishi yoki noto'g'riligi. Astrosi ko'plab fuqarolarning mehnat daftarchalarida xatoliklar mavjud bo'lishi mumkin yoki ba'zi korxonalar tugatilganligi sababli arxiv ma'lumotlarini olish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar boshidan 2000 yillar o'rtasigacha bo'lgan davrga oid ma'lumotlar arxivlarda qolib ketishi yoki umuman yo'q bo'lib ketishi holatlari uchraydi. Bu holat sizning pensiyangizni qayta hisoblash jarayonini sekinlashtirishi yoki to'liq amalga oshirilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Hujjatlarning to'g'riligini oldindan tekshirish zarur. Ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqliklar. Asters pensiya jamg'armasining markaziy ma'lumotlar bazasida sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ish stajingiz yoki shaxsingiz to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq yoki noto'g'ri aks etgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda qayta hisoblash jarayoni siz kutgandek natija bermasligi mumkin. Shuning uchun o'z ma'lumotlaringizni tekshirib, xatoliklarni bartaraf etish uchun oldindan chora ko'rish kerak. Firibgarlar. Har qanday moliyaviy o'zgarishlar bilan birga firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Pensiyangizni 2 barobar oshirishga yordam beramiz deya turli xizmatlarni taklif qiluvchi shaxslarga ishonmang. Barcha rasmiy ma'lumotlarni faqat pensiya jamg'armasi yoki rasmiy davlat organlari orqali oling. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni bank karta raqami, PIN kod va kabi begona shaxslarga bermang. Asterisk oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar. Boshqa ijtimoiy imtiyozlarga ta'siri. Pensiyaning sezilarli darajada oshishi ba'zi ijtimoiy yordamlar yoki subsidiyalarga bo'lgan huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Garchi pensiya o'z navbatida ijtimoiy ta'minotning bir qismi bo'lsa-da, ba'zi mahalliy yordam dasturlari daromad darajasiga asoslanishi mumkin. Ushbu ta'sirlarni oldindan o'rganish lozim, ammo odatda pensiyaning oshishi boshqa ijtimoiy nafaqalarga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Chunki bu mehnat uchun olingan mukofotdir. Pensiya fondining barqarorligi. Bunday katta miqyosli oshirish pensiya jamg'armasi uchun jiddiy moliyaviy yukni anglatadi. Hukumat bu masalani hisobga olgan holda jamg'armaning barqarorligini ta'minlash uchun qanday choralar ko'rilayotganini bilish muhim. Bu fuqarolarning kelajakdagi pensiya to'lovlariga ishonchini oshiradi. May 2026 sanasining ahamiyati. Nima uchun aynan bu sana tanlandi? Bu byudjetni rejalashtirish, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uchun zarur bo'lgan vaqt bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu muddat shuningdek fuqarolarga hujjatlarni yig'ish va tayyorlash uchun yetarli vaqt beradi. Bu muddatga qadar barcha tashkiliy masalalarni hal qilish zarur. Shuning uchun hozirdan boshlab harakat qilish juda muhim. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar endi eng muhim qismiga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun quyida keltirilgan
amaliy qadamlarni diqqat bilan o'rganib chiqing va ularga amal qiling. Erta harakat qilish sizning foydangizga ishlaydi. 1000 qadam. Mehnat staji ma'lumotlaringizni tekshiring va tartibga keltiring. Bu birinchi va eng muhim qadam. Sizning butun mehnat stajingiz to'g'ri va to'liq qayd etilganligiga ishonch hosil qiling. Mehnat daftarchasi. O'zingizning mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Undagi barcha yozuvlar aniq, tashkilot nomi, lavozimi, ishga kirgan va ishdan bo'shatilgan sanalar to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Muhrlar va imzolarning mavjudligini tekshiring. Agar qandaydir xatoliklar yoki tushunmovchiliklar bo'lsa, ularni hozirdan tuzatish chorasini ko'ring. Elektron mehnat daftarchasi, onlayn portal. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki My.gov o'z portali orqali o'z mehnat stajingiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. U yerda qayd etilgan ma'lumotlarni qog'oz shaklidagi mehnat daftarchangiz bilan solishtiring. Agar farqlar bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ularni tuzatishni so'rang. Bu juda muhim, chunki kelajakdagi hisob-kitoblar asosan elektron ma'lumotlarga asoslanadi. Asosiy qadam, barcha zarur hujjatlarni to'plang. Pensiyani qayta hisoblash uchun talab qilinishi mumkin bo'lgan hujjatlar ro'yxati quyidagicha: shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi. Barcha varaqalarning aniq va to'liq nusxasi bo'lishi shart. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ayniqsa. Agar sizning mehnat daftarchangizda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq aks etmagan bo'lsa, yoki sizning maoshingiz ma'lum bir davrda yuqori bo'lganini isbotlashni istasangiz, har bir ish joyidan ma'lum bir davr, masalan, istalgan 5 yil uchun ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma oling. Bu ish haqi sertifikatlari pensiya miqdorini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi. Arxiv ma'lumotnomalari: agar siz ishlagan korxonalar tugatilgan bo'lsa va ish haqi ma'lumotnomalarini olish imkonsiz bo'lsa, arxivlardan mehnat stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar olishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun hozirdan boshlang. Diplomlar va attestatlar. Agar siz ma'lum bir kasb egasi bo'lsangiz, masalan, o'qituvchi, shifokor, o'quv yurtini tamomlaganingizni tasdiqlovchi diplom yoki kasbiy sertifikatlaringizni tayyorlab qo'ying. Harbiy guvohnoma: agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, harbiy guvohnomangizdagi ma'lumotlar ham stajga qo'shilishi mumkin. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari: ayollar uchun bolani parvarishlash ta'tili davri ham pensiya stajiga qo'shiladi. Shuning uchun farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari muhim. Boshqa rasmiy hujjatlar: mehnat shartnomalari, buyruqlar, lavozimga tayinlash haqidagi farmoyishlar kabi ish stajingizni, lavozimingizni yoki maxsus mehnat sharoitlarini tasdiqlovchi har qanday rasmiy hujjatlar foydali bo'lishi mumkin. 3 qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha hujjatlaringiz tayyor bo'lgandan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Konsultatsiya. U yerda mehnat faxriy dastur bo'yicha batafsil ma'lumot oling. Sizning holatingiz ushbu dastur mezonlariga to'g'ri kelishini tushuntiring va pensiyangizni qayta hisoblash bo'yicha maslahat so'rang. Ular sizga qanday hujjatlar aynan sizning holatingiz uchun zarurligini aniqlashtirib berishlari mumkin. Arizani to'ldirish. Agar sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasining bazasida avtomatik ravishda qayta hisoblash uchun yetarli bo'lmasa, sizdan arizani to'ldirish talab qilinishi mumkin. Arizani diqqat bilan va to'liq to'ldiring. Barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Hujjatlarni topshirish. Talab qilingan barcha hujjatlarni pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring. Hujjatlarning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqlovchi hujjat, qabul qilingan sana va ro'yxat raqami ko'rsatilgan olishni unutmang. Bu keyinchalik masalalar yuzaga kelganda isbot bo'lib xizmat qiladi. 4 qadam. Jarayonni kuzatib boring va doimiy aloqada bo'ling. Arizangiz qabul qilingandan so'ng pensiya jamg'armasi bilan aloqani uzmang. Tekshiruv. Pensiya jamg'armasi sizning hujjatlaringizni tekshiradi, mehnat stajingizni va ish haqingizni qayta baholaydi. Bu jarayon ma'lum vaqt olishi mumkin. Javobni kuting. Qayta hisoblash natijalari bo'yicha sizga yozma javob berilishi kerak. Agar pensiyangiz oshirilgan bo'lsa, yangi miqdor va u qaysi sanadan boshlab to'lanishi ko'rsatiladi. Natijadan norozi bo'lsangiz, agar siz olgan natijadan norozi bo'lsangiz yoki hisob-kitoblarda xatoliklarni topsangiz,
pensiya jamg'armasining yuqori organlariga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. O'zingizning haqqingiz uchun kurashishdan tortinmang. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz 2026 yilning may oyida kuchga kirishi kutilayotgan uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlarimiz uchun mo'ljallangan pensiya jekpoti, mehnat faxri dasturi haqida batafsil ma'lumot berdik. Bu imkoniyat sizning umr bo'yi qilgan fidokorona mehnatingiz uchun davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yuksak hurmat va ehtiromdir. Bu oddiy indeksatsiya emas, balki ba'zi toifadagi fuqarolar uchun pensiyaning 2 barobargacha o'sishiga olib kelishi mumkin bo'lgan jiddiy islohotdir. Shuni unutmangki, bu nafaqat sizning moddiy ahvolingizni yaxshilash, balki keksalikdagi hayot sifatingizni oshirish uchun ham ajoyib imkoniyatdir. Yuqorida sanab o'tilgan amaliy maslahatlarga amal qiling. Hujjatlaringizni hozirdan tartibga keltiring. Zarur ma'lumotnomalarni to'plang va pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan tortinmang. Qanchalik erta harakat qilsangiz, shunchalik tez natijaga erishasiz. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu yangilik haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha kimlar bu dasturdan eng ko'p foyda ko'radi? O'z mulohazalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos unga like bosing va do'stlaringizga, oila a'zolaringizga, ayniqsa pensiyadagi qarindoshlaringizga ulashing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun doimo eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.